Hammaga assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan Pinduoduo ilovasi orqali zakaz urish jarayonini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz olmoqchi bo'lgan tovarlarimizni oldindan korzinka bo'limiga solib olgan bo'lishimiz kerak. Men olmoqchi bo'lgan narsalarimni korzinkaga solib qo'ydim. Endi ularni ketma-ketlikda belgilab olaman. Birinchi tovarim mana shu oyoq kiyim bo'ladi. Belgilab olaman. Mana aylancha turibdi. Shuni bo'lsam qizil rangda bo'ladi. Olmoqchi bo'lgan narsalarimni pitichka orqali belgilab olaman. Mana shu oyoq kiyimimiz atigi 25 yuanga xarid qilyapman. 2508 yuan o'zbek so'mida 42 ming so'm bo'ladi. Keyingisi mana bu napyatki 3 yuan, 351 yuan. Atigi 6 ming so'm qizlarjonlar, 6 ming so'mga sotib olishlaringiz mumkin. Belgilab oldim. Keyingi tovarim mana shu fonarni zakaz qilmoqchiman. O'zi 8 yuan ekan. Hozir skitkada sotilyapti. Xuddi shu narsadan zakaz qilmoqchiman. Mana shunaqa buyumlar zakaz qilsalaringiz ham bo'ladi. Narxi 4 yuanga sotib olyapman. 4 yuanimiz 6 ming so'm bo'ladi. Keyingisi mana bu napyatki 399 yuan. Bu ham 6 ming so'm. Siz qanchalik ko'p xarid qilsangiz, sotuvchi sizga shunchalik arzon qilib beradi. Men hozir bir dona zakaz qilyapman 6 ming so'mga. Belgilab oldim. Keyingisi esa mana bu kolyaska uchun chexol zakaz qilmoqchiman. Sovuq kunlarda, yomg'irli kunlarda juda az qotadi. Narxi 12 yuan, o'zbek so'mida 20 ming so'm. Buni ham belgilab oldim. Keyingi tovarim mana bu sumka zakaz qilmoqchiman. Kiyimlarni solib qo'yish uchun juda ham qulay narsa ekan. Belgilab oldim 4 yuan. 4 yuanimiz 6 ming so'm bo'ladi. So'nggi tovarim mana bu sumka. Momoq sumkamiz atigi 9 yuan qizlarjonlar. 9 yuanimiz 16 ming so'm bo'ladi. Atigi 16 ming so'mga sumka zakaz qilish mumkin Xitoydan. Mana barcha olmoqchi bo'lgan narsalarimni belgilab oldim. Pastda summasi chiqadi. Общий summa 63 yuan, 107 ming so'm bo'ldi. 107 ming so'mga men shuncha narsa zakaz qildim. Va menga 9 yuan chegirma ham qilib berdi. Mana 7 ta narsa bo'ldi. 107 ming so'mga. Pastdagi qizil tugmani bosaman. Oltmish 5 yuan kartamdan yechib oladi. Kodni teraman va qizil tugmani bosaman. Yuqorida yechib olganlik haqida SMS keladi. Bank mana bizdan pul yechib oldi 65 yuan. Zakaz urish jarayoni tugallandi. Mana zakaz urgan narsalarim soatcha bo'limga o'tdi. Soatcha bo'limida chiqqan tovarlarimiz 24 soat ichida keyingi bo'limga, ya'ni mashinacha bo'limga o'tadi.